9,5 ming so'mmi? Aha, shunaqa. Voy, voy shu desanglar, xudo xolalar uchun, to'y qilayotganlar uchun zo'r sarpoga mashina joy topib qo'ydim. Chegirmada oxirigacha ko'ringlar. Mencha hech qayerda ko'rpa bilan plastina nalchkani birgalikda xarid qilmaganman. Ama nima qilyapti bu? Plastinalar alohida, ko'rpalarni alohida xarid qilganman, hattoki yostiqlarni ham. Lekin bunaqangi imkoniyat sizda Safiya Home orqali bo'lishi mumkin. Shunaqa chiroyli, nafis, zo'r sifatga ega bo'lgan pastellar Safiya Home'da 95 ming so'm. Stop. Nalchkasi, pododyanligi ham birgalikda 125 ming so'm. Zo'r sifatga ega bo'lgan 2 kishilik pastellar Safiya Home'da 125 ming so'm. 10-noyabrdan 20-noyabrgacha. Bu 2 kishilik. Nalchkasi, pododyanligi va pasteli bilan birgalikda. 1 kishilik pletlarni Safiya Home'dan olib ketaman desam, deyarli qolmabdi. Nimaga bilasizlarmi? Kafe, restoranlarning egalari shundoqqina optimiga olib ketishyapti. Menga shu narsangiz rista yoqdi-da, voy. Sizlarda uzun nasiya ham bormi shunda? Aha, Malika opa, bemalol magazinimizdan uzun nasiyaga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Aha, bu shunda qanchaga tushadi? 49,5 ming. Shu 49,5 ming so'mmi? Shunaqa. Wow! Xo'sh, ustimdagi xalat yoqdimi? Yoqqani aniq. Turkiya mahsuloti Safiya Home'da zo'r sifatga ega bo'lgan ushbu xalatlar 129 ming so'm uzun nasiya orqali olasiz. Bunday chegirmalarni qo'lga kiritish uchun Mumkin platformasiga obuna bo'ling.